Assalomu alaykum cho'ja ishqibozlari. Mana bugun 8-aprel sanasi. Sizlarga ko'rsatadigan jo'jalarim 13-mart kuni chiqqan jo'jalar. Koreya zotiga mansub jo'jalar. Mana qanaqa katta bo'lish jarayonlari, zotlari hammasi toza zotlar. Sotilmaydi ishqibozlariga, tomoshaga. Mana jo'jalarni zoti tozaligidan qayerdan ajratsanglar bo'ladi. Mana jo'jalar kampar, oyoqlari urishqoq chiqqan hammasini. Mana shu qorasi mana ko'proq o'zimga yoqadi. Shu kampara yoqyapti. Ko'rsanglar bo'linadi. Qoralardan mana xo'roz